Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Bugun nechagina уборка qilmoqchi bo'ldim, ozgina. Xrustallardan, mana lampochkadagi nimalarini, bezaklarini yuvmoqchi bo'ldim. Bular xrustal. Shularni yechib, yuvib oldim. Keyin bir qiziq voqea bo'ldi. Esimga tushib ketdi. Xrustallarni yuvgani tog'oraga kirsam, tog'oraning ichida qog'oz turgan ekan. Qog'ozda men Muhammadali o'g'lim tug'ilganda yozgan ekanman. Shu qog'ozni saqlanib turgan ekan. Xrustallarni nimalarda yuvaman deb уборка boshlagandim. Bitta narsa topib oldim. Ochmang, bolani kiyimini almashtiraman deb eshikka sko'chlab qo'ygandim. Esimga tushib ketdi. Yangi tug'ilganda Muhammadali chaqaloqligida uyimiz bir xona uy bo'lgan. Eshik ochilsa duv etib sovuq kiradi. Va buni men kelib shu qog'ozga yozgan ekanman, qog'oz topa olmay. Bir xotiralarni eslab olib, eshitishni boshlab oldim. Shkaf ichidagi nimalarni, idishlarni olib, bir qator hammasini yerga qo'yib oldim. Keyin yuvishni boshladim. Shunaqa qilib shampunli suv qilib, uksuslar qo'yib yuvatsam, idish sinib bo'lsa. O'zi. Qo'limni ham kesib oldim. Unchalik qattiq kesilmadi, lekin bab kesildi, qon oqdi. Ajoyib, juda nozik ekan. Nimani anglatish kerak, tushunmay qoldim. Bu bilan qalblarimiz shunchalik nozikligini anglatdimi deb o'yladim. Shuning uchun o'zimiz ehtiyot qilishimiz kerak ekan. Qaranglar. Shunday ichini yuvatsam, sindi hech narsa qilganim yo'q bo'lmasa. Ajoyib, qalin shisha bo'lmasa. Shunaqa qilib suvimni ham to'kib oldim. Shishalarni olib ichidan. Chunki shisha siniqlari tushdi-da suvni ichiga. Boshqatdan suv qilib, toza suv qildim. Boshqa shampunli suv qilmadim. Sodali suv qilmadim, sababi uncha kirmas ekan, shunchaki chang ekan. Yana chayqab yuramanmi deb toza suv quyib olib, bir qator shampunli suvda yuvganlarimni chayqab hammasini to'ntarib oldim. Latada shisha sinib qolmadimikin deb nima qildim. Suvga tekizib siqib to'kib oldim. Ancha shisha siniq bor ekan tagida. Bir past ichida deysiz suv, lekin shunga ham bir soatcha vaqt ketdi. Yuvib joy-joyiga qo'ygani. Yuvishda o'ziga bir soat vaqt ketdi. Joy-joyiga qo'ygani, yana alohida kirdim. Obed qilib kirdim orada. Yaxshi ham o'g'lim bor ekan, berib turdi. Ancha qarashdi. O'zlari kiram qilishadi, yordam ham berishadi. Anyalar ushlab shalta qilib tashlashadi. Shunday. Qizim kelib qoldi. Videoga olyapsizmi? Videoga olyapman, menga qiziqib qoldi dedi. Lustramizni ham ilib oldim. Pastda shipirlik. Shunaqa hayotda ham shunaqa bo'lsa, o'zi vaqt tez o'tyapti aslida. Qanday o'tib ketganini bilmay qolyapmiz. Bir hafta, bir oy. Mana уже bir yilni tugatib, yangi yilga ham kirib keldik hatto. Juda tez o'tyapti vaqt. Uchib ketyapti. Yaqinda tug'ilgan edim Muhammadali. O'zi to'ydan. To'rt yoshda. Yaxshi ham shu o'g'lim bor ekan deb qo'ydim men. Erkalatib. Yaxshi ham borsan o'g'lim deb qo'ydim. Ursam bo'p bo'ladi.
İşteyim tügetip aldım. Neticesi özüyle baka bereyler. Kalay çırağlı çıkıptı mı, yıltırlap ketipti mi? Bitteyim çayın komadı. Deresemiz koçaga qaragan uchun juda chang kiradi. Mana ventilyatorimiz ham top-toza bo'lib qoldi. Ehtiyot bo'ling aya deb qo'yadi o'g'lim. Ventilyator aylanib ketib qolmasin deydi. Başını tepki ettim ben. Elimde girip kullanıyor mu? Gel. Koy. İdishlarni ham joylab oldim. Chiroyli bo'lib qoldi. Dilingiz hayratdan. Like va podpiska bosishni unutmanglar. Xayr. Ko'rishguncha.